Assalomu alaykum. Ko'pchilikning talab va istaklariga binoan Sovuti Hangugo kitobining 1A, ya'ni o'sha birinchi boshlang'ich bo'limidan boshlab, Xudo xohlasa, kuchimiz yetsa, oxirigacha 6B gacha bo'lgan mavzuning video shaklida chiqarishga qaror qildik. Xudo xohlasa, qo'llab-quvvatlab tursalaring, davom ettirib ushbu kitobning video shaklini chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, bugundan o'sha Sovuti Hangugo 1A kitobining birinchi mavzudan boshlab tushuntirishga harakat qilamiz. Birinchi mavzusi annyeonghaseyo, ya'ni salomlashish. Ya'ni annyeonghaseyo degani bu yaxshimisiz, ahvolingiz yaxshimi yoki o'zbek tiliga tarjima qilinganda yana assalomu alaykum va hokazo shu holatda tarjima qilinadi. Ya'ni siz birinchi ko'rayotgan insoningizni salomlashayotgan paytingizda annyeonghaseyo deb nima qilishingiz kerak, gapirishingiz kerak bo'ladi. Shu mavzu haqida gaplashamiz. Xo'p, eslatib o'taman, ushbu videolarni ko'rishdan oldin Sovuti Hangugo kitobining lug'at shakllari bor, kitobcha shaklida chiqarilgan. Buni Telegram kanalimizdan yuklab olsalaring bo'ladi. Xuddi o'sha lug'at shaklini birinchi lug'atni yodlab olib turib, keyin videoni ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Shundagina dars anchagina tushunarli va yodlashga ham anchagina oson bo'ladi. Shuning uchun agar yodlamagan bo'lsalaring, birinchi bo'lib Sovuti Hangugo kitobining shu lug'at shaklining 1A bo'limining birinchi mavzusini lug'atlarni yodlashingizni tavsiya qilib qolaman. Birinchisi ohvi haqida gaplashamiz. Ohvi bu nima degani? Bu lug'at degani. Lug'atlarimizni mustahkamlab olamiz. Birinchisi, uni nara saram yeyo, almajin tanurul yongorasayo. Qaysi davlatdansiz? To'g'ri so'zlarni bog'lang deyapti. Ya'ni mana bu yerda davlatlar nomi turibdi va tepada bayroqlar turibdi. Qaysi davlat nomi bayroqqa to'g'ri keladi? Shunga biz bog'lab qo'ysak bo'ldi. Misol uchun mana bu Hanguk Koreya degani, mana Koreyaga bog'langan. Togil Germaniyaga bog'laymiz. Hokazo. Mana shu holatda bog'lab ketlaring bo'ldi. Iloji boricha 1A kitobining o'sha haqiqiy shaklini, kitob shaklini sotib olsalaring yoki bo'lmasa chiqarib olsalaring ancha qulay bo'ladi o'rganishga ham. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, Pinkani almajin tanuril seyo, bo'sh joyga to'g'ri so'zlarni yozing deyapti. Mana bu yerda so'zlarimiz turibdi. Bu so'zlardan foydalanib mana bu yerlarga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu kim? Oshpaz mana bu yerda bor. Endi shu yerga biz yorisa deb yozishimiz kerak bo'ladi. Munbob va pyohyon, ya'ni grammatika ifodalar. Birinchisi ko'ramiz insamal. Insamal nima degani desalaring, insamal bu salomlashish gapi yoki salomlashish degan ma'noni bildiradi, tarjimani beradi. Ya'ni bu dona-dona tarjima qiladigan bo'lsak, insa salomlashish degani, mal degani gap degani. Dona-dona tarjima qilsak. Bitta qilib shunchaki salomlashish deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Xo'p, endi salomlashish qanday bo'ladi? Agar siz birinchi marta koreys ko'rayotgan bo'lsangiz, koreyalik bilan salomlashayotgan paytingizda annyeonghaseyo deb salom berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yosh katta insonmi yoki tengdoshingizmi, hokazo, birinchi marta ko'ryapsizmi, annyeonghaseyo. Bu o'sha assalomu alaykum yoki xullas salom sifatida o'tadi. Birortasi sizga annyeonghaseyo deyaptimi, siz ham unga annyeonghaseyo deb javob qaytarishingiz kerak bo'ladi. Va eslatib o'taman, salom berayotgan paytingizda gavdalar albatta bukilishi kerak bo'ladi. Bo'lmasa, bukmasdan aytadigan bo'lsangiz, gavdani hurmatsizlikka ketib qoladi. Shuning uchun gavdani albatta bukishimiz kerak bo'ladi. Siz salomlashib bo'ldingiz, o'zingiz haqida tanishtirdingiz va oxirida tanishganimdan xursandman deyish uchun mana bu so'zlarda foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mannaso pangovoyo yozib beraman. Biroz ko'rinmabdi. Mannaso pangovoyo. Ya'ni bu tanishganimdan xursandman degani. Agar sizga o'sha suhbatdoshingiz mannaso pangovoyo desangiz, siz ham unga mannaso pangovoyo yoki bo'lmasa mana buni o'zini pangovoyo deb javob bersangiz ham bo'ladi. Ya'ni bu tanishganimdan xursandman degan tarjimani beradi. Xo'p, keyingisi xayrlashayotgan paytda nima deymiz? Agar siz kimdir bilan, ya'ni suhbatdoshingiz bilan xayrlashyapsiz, u suhbatdoshingiz qoldi, siz ketyapsiz. Siz ketayotgan paytingizda suhbatdoshingizga qarab turib, annyeongni kieseyo deb aytishingiz kerak bo'ladi ekan. Ya'ni annyeonghi kieseyo. Bu annyeonghi kieseyo bu yaxshi qoling degani, ya'ni qolgan odamga aytasiz. Agar siz qoldingiz, ketayotgan odamingizga annyeonghi kaseyo bo'ladi. Ya'ni yaxshi boring degani. Yaxshi boring deb tarjima qilinadi.
Xo'p, shu holatda ishlatamiz ekan. Xo'p, grammatikaga tushunib ketamiz. Xo'p, kitobimizda boshidan oxirigacha mana bu holatda n va boshqa harflar ham chiqadi. Bu nima? Buni tushunib olishimiz kerak. Bu yerda hozir n turibdi. Bu noun degani, ingliz tilidan olingan ot va yana chiqadi, mana bu chiqadi. Bu verb degani. Ya'ni bu fe'l. Va uchinchisi ham chiqadi, chiqadi. Bu adjective, sifat degani. Ya'ni o'shalarga qo'shiladi degan ma'noda yozilyapti. Endi bunda hozir mana bu nning grammatikamiz yoki yeyo grammatikamiz otlarga qo'shiladi ekan. Shuni bilib oling. Xo'p, birinchi nni tushuntiraman, keyin yeyoni tushuntirib ketaman. Birinchisi nning grammatikasi qanday? Xo'p, otlarga qo'shiladi n yoki nin. Yana ot keladi. Ya'ni otdan oldingi qo'shiladi ekan. Birinchisi, ikkinchisi shu otdan oldingi qo'shilganda ham qanaqa otga desak, egaga. Asosiy hozircha bilishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Ya'ni otdan oldingi otga, otdan oldingi egaga qo'shishimiz kerak bo'ladi ekan. Xo'p, misol uchun ketdi. Men xo'p, o'qituvchiman deydigan bo'lsak, men nima degani? Cho. O'qituvchi nim degani. Xo'p, kim? Men. Kim? Men. O'qituvchi. Yana ot mana bu va yana ot kelyapti. Mana shu holatda ikkita ot ketma-ket keldimi? Otdan oldingi otga mana bu nning qo'shimchasi qo'shiladi ekan. Nima uchun ikkita deydigan bo'lsak, bu unli undosh tanlaydi. Agar undosh bilan tugasa n, undoshga. Agar unli bilan tugasa nin. Unli. Shularni ajratib olamiz. Endi cho men degani nim o'qituvchi, men o'qituvchiman. Endi otdan oldingi otga ko'rsatlaring cho. Unli bilan tugayapti. Shuning uchun nima ekan? Chonin. Chonin nim, men o'qituvchi. Xo'p, yoki bo'lmasa bu narsa, xo'p, olma demoqchi bo'lsak. Bu i degani narsa, god, olma degani sagva degani. Ya'ni nima olma? Ot, nima? God narsa nima? Bu ham ot. Endi shu otdan oldingi otga va gapning egasi bu. O'sha holatda qo'shiladi. Bu endi undosh bilan tugaganligi uchun go'sin bo'ladi. Go'sin sagva. Bu narsa olma. Hokazo. Mana shu holatda qo'shiladi ekan. Va tushunarli bo'ldi. Otdan oldingi otga, otdan oldingi egaga qo'shiladi ekan. Endi ot so'z turkumimiz. O'sha otga qo'shiladi deyapmiz. Ot o'zi nima desak, bu so'z turkumi. O'zbek tilida, ona tilimizda so'z turkumlari. Endi bu ot so'z turkumini qanday bilib olamiz? Qanday ajratib olamiz deydigan bo'lsalaring, biz unga savol berishimiz kerak bo'ladi. Endi ot so'z turkumi qanday so'roqlarga javob bo'ladi deydigan bo'lsak, kim, nima va qayer so'roqlariga javob bo'ladi ekan. Shu savollarga berasiz, shu savollarga javob bo'lyapti, bo'ldi. U ot so'z turkumi. Misol uchun odam, kim? Odam, ot so'z turkumi. Mushuk, nima? Mushuk, ot so'z turkumi. Maktab, qayer? Maktab, ot so'z turkumi. Ketdi. Akam, kim? Akam, bo'ldi. Ot so'z turkumi. Men, kim? Men, ot so'z turkumi. Bo'ldi. Mana shu holatda shu savollarga beramiz, ot so'z turkumini aniqlab olamiz ekan. Xo'p, keyin grammatikamiz yana otlarga qo'shiladi. Yeyo ekan. Endi bizda ingliz tilida shunaqa narsa borki, gap tuzayotgan paytimizda gapni yakunlovchi qo'shimchalar bor ekan. Ya'ni gapimizni yakunlab qo'yishimiz kerak ekan. Shu oxirdagi so'z bilan qolib ketavermaydi ekan. O'sha so'zimizdan keyin ham gapimizni yakunlab, shu yakunlovchi qo'shimchani qo'shib, gapni yakunlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'sha holatda yordam keladigan grammatika bu yeyo grammatikasi. Faqat ot so'z turkumiga qo'shiladi. Hali fe'l, sifat so'z turkumi va hokazo ularga hali o'tganimizda faqat ot so'z turkumiga nisbatan xolos bu. Endi o'sha otlarga qo'shiladi. Agar undosh bilan tugasa yo, agar unli bilan tugasa yeyo holatda gapni yakunlab qo'yamiz ekan. Misol uchun ketdi. Men o'quvchiman. Men nima degani? Hozir o'tdik, cho. O'quvchi nima? Haksang. Nima uchun nanda qo'yib oldik desak, shu otdan oldingi otga qo'shilyapti. Buni bildik. Endi o'quvchiman. Gapni yakunlaymiz. Bo'ldi. Haksang o'quvchi degani, gapni yakunlab qo'yamiz. Undosh bilan tugaganligi uchun nima ekan? Haksang yo. Bo'ldi, nuqta. Men kimman? Haksang yo, o'quvchiman. Endi bu yoni tarjimasi shundaki, ona tiliga, o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak,
man, dir degan tarjimalari beradi. Aslida, lekin u tarjima qilmaymiz-u, ona tili jihatdan, ya'ni grammatik jihatdan shunaqa tarjima qilinadi. Lekin tarjima qilmaymiz tarjimada. Shu. Aniq tushunib olish uchun bo'ldi. Gapda ot so'z turkumini yakunlab keladi ekan. Bo'ldi. Shu narsani bilsanglar bo'ldi. Gapiryapmiz. Gapimiz oxiri kim nima qayerga so'rovga javob bo'ladigan so'z bilan yakunlanib qoldi. Bo'ldi. Dars undoshiga qarab turib, qo'shib yakunlab ketaveramiz ekan. Agar siz bu yeyo grammatikasini qo'shmaydigan bo'lsangiz, gapingiz yakunlanmagan bo'lib turib, bo'ldi, ma'no chiqarmay turaveradi. Shuning uchun gapni yakunlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda endi mana men o'qituvchiman deganda ham gap yakunlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni something undosh bilan tugaganligi uchun something yo holatda gapni yakunlaymiz. Bu narsa olma. Olmani ham yakunlab qo'yishimiz kerak. Go'sin sagva yeyo holatida gapni yakunlab qo'yishimiz kerak bo'ladi ekan. Bu o'sha gapni yakunlovchi qo'shimchalari. Endi xo'p, savol berib qolsak-chi, qanday bo'ladi? Misol, bu rostdan olmami yoki bu tarvuzmi, bu akangizmi, bu yer misol maktabmi deydigan bo'lsak, u holatda qanday bo'ladi? Misol, bu yer maktab. Yogi bu yer degan eslab qolamiz. Yogining maktab. Hakkiyo gapni yakunlaymiz. Yeyo. Shuni endi mana shunchaki yogining hakkiyo yeyo, bu yer maktab gapimiz. Darak shaklda bo'ldi. Bu endi nima qilamiz? So'roq shakliga o'zgartirish uchun-chi nima qilamiz deydigan bo'lsalaring, oxirgi yo tonni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Yogining hakkiyo yeyo. Yogining hakkiyo yeyo. Bu yer maktabmi bo'ladi. Oxiri tonni ko'taryapmizmi? Bo'ldi. Bu avtomatik nimaga? So'roq shakliga o'tib ketadi. Tonni tekis holat ushlasak, bu darak shaklda ketaveradi. Og'zakida yozmada bo'lsa o'sha nuqta yoki so'roq shakllari orqali o'sha so'roqmi, darak shaklmi, shularni aniqlab olsak bo'ladi. Grammatikamiz menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, misollarga kelamiz. Mana ye degani misol degani. Cho'nin Yujin yeyo. Men Yujinman. Steven Miyuk saram yeyo. Steven amerikalik. Miyuk saram degani o'sha amerikalik odam. Amerikalik deb tarjima qilinadi. Cho'nin nana yeyo. Men nanaman. Steven'in hakseng yeyo. Steven o'quvchi. Steven'in. Xiaomingxining Junguk saram yeyo. Yo ne cho'nin Junguk saram yeyo. Ya'ni Xiaomingxi nima? Junguk Xitoylikmisiz? Xitoylik odammiz. Xitoy odamimisiz esa ne cho'nin Junguk saram yeyo. Ha, men Xitoylikman. Xitoy odamiman degan tarjimani beryapti. Xo'p, ushbu so'zlarda bilmaydigan bo'lsalaring, aytib o'tganimdek, Seoul Hango lug'at kitobchasini o'sha birinchi a'ning o'sha birinchi mavzusini yodlab qo'ysalaring bo'ladi. Hamma lug'atlari shu yerda bor. Xo'p, maragi bu suhbatlashish, ya'ni ikkita odam suhbatlashadi, Nana bilan Michael. Xo'p, bu suhbat albatta birinchi o'qib turib, keyin tarjima, o'qib tarjima. Mana shu holatda ishlab qo'yishingizni tavsiya qilib qolaman. Bu sizga yordam beradi. Keyin grammatikamiz yana noun ot degani, otlarga qo'shiladi ekan, imnika, imnida grammatikasi. Xo'p, bu nima desak, bu ham ot so'z yakunlovchi qo'shimcha. Ot yakunlovchi qo'shimcha. Ya'ni tepada o'tdiga biz yeyo grammatikasini. Yeyo grammatikasini yuqorida o'tdik. Xuddi o'sha grammatika bilan bir xil grammatika. Bir xil. Farqi nimada desa, farqi faqat tuzilishida bir. Ikkinchisi darajasida. Ya'ni mana bu oddiy rasmiy shakl bo'lsa, imnika bu juda ham rasmiy forma shakl bo'ladi. Ya'ni katta ommada gapiradigan bo'lsangiz yoki qayerlardadir yonchop, ya'ni suhbat topshirayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa o'sha o'zimizdan yoshi juda ham yuqori insonlar haqida oldida gapirayotgan bo'lganimizda o'sha holatda imnika shaklida gapirishimiz kerak bo'ladi. Buni albatta eslab qolishimiz kerak. Ma'no jihatdan bir xil. Bu ham o'sha ot yakunlovchi qo'shimcha, tepadagi ham yeyo ham ot yakunlovchi qo'shimcha.
Buni yodda saqlaymiz. Endi yana farqi nimada desak, farqi o'sha tuzilishda ham agar darak gap bo'lsa imnida, so'rov gap bo'lsa imnikka bilan yakunlab qo'yamiz, bo'ldi. Unli undosh ham tanlamaydi. Undosh bo'lsa ham shu, imnida imnikka, unli bo'lsa ham imnida imnikka. Faqat nimada farqi? So'roq darakda farqi xolos. Xo'p, misol uchun mana ketdi. AB dan misol beryapti. Steven Shi'nin migoq saram imnikka. Janob Steven migoq amerikalikmisiz desa, ne cho'nin migoq saram imnida. Ha, men amerikalikman, ya'ni Amerika odamiman. Xo'p, misollar ko'ramiz yana. Steven Shi'nin haksing imnikka. Steven o'quvchimisiz. Ne cho'nin haksing imnida. Ha, men o'quvchiman. 저는 최종우입니다. Men 최종우man. Ya'ni ismi bu. Mana shu holatda gap yakunlanyapti. Misol uchun mana aytishimiz mumkin. 저는 빌리입니다. Men billiyman. Mana shu holatda gap yakunlaymiz, bo'ldi. Xo'p, keyingi grammatikamiz bu ham otlarga qo'shiladi ekan. Ika animnida. Tarjimasi nima desak, bu ham gapda oxirida keladi. Emas deb tarjimani beradi. Emas deb tarjima qilinadi. Shunaqa emas. U emas, bu emas. Faqat nimaga? Ot so'z turkumiga qo'shiladi. Chiroyli emas, xunuk emas sifatlarga qo'shilmaydi. Faqat yana ot so'z turkumiga qo'shiladi. Misol uchun men aytaman, xo'p, men misol o'quvchi emasman. Cho'nin o'quvchi nima degani bilamiz, haksang. Endi nima uchun ika berilyapti degan bo'lsak, bu yerda unli undosh tanlaydi. Agar undosh bilan tugasa i, eslab qolamiz. Agar unli bilan tugasa ka. Buni albatta eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Cho'nin haksang i undosh bilan tugayapti. Animnida. Men o'quvchi emasman. Akam misol askar emas. Hyong'in kunin i animnida. Akam askar emas va hokazo. Ya'ni shuni biror bir otni o'sha inkorini, unday emas degan ma'noni beradi, tarjimani beradi ekan. Buni savol shaklida berishingiz ham mumkin. Bunday emasmi? Ya'ni o'quvchi emasmi? Kunin askar emasmi? Hokazo berishingiz mumkin. U holatda qanday bo'ladi desak, mana bu animnidani o'zgartiramiz. Animnikka holatida. Bu endi emasmi deb tarjimani beradi. Misol uchun, bu yer kasalxona emasmi? Yogi'nin kasalxona Pyongyang. Pyongyangni animnikka deydigan bo'lsak, bu yer kasalxona emasmi holatida nima qilinadi? Tarjima qilinadi. Juda ham oson grammatika, juda ham sodda va qiziqarli grammatikalardan biri hisoblanadi. Xo'p, misollarni ko'rib chiqamiz. Michael Shi'nin migoq saram imnikka. Janob Michael, amerikalik emisiz? Anyo cho'nin migoq sarami animnida. Yo'q, men amerikalik emasman. Xo'p, pastida Michael Shi'nin 의사가 아닙니다. Michael Shi doktor emas. 저는 학생이 아닙니다. Men o'quvchi emasman. 한국 사람입니까? Koreyalik emisiz desa, 아니요. 한국 사람이 아닙니다. Yo'q, koreyalik emasman holatda tarjima qilinadi. Bu narsa misol olma emas, sagvaga animnida. Aytaveramiz. Sagvaga animnida. Bo'ldi, olma emas. Mana shu holatda tarjima qilinadi. Xo'p, ikkinchi maragimiz. Xo'p, gapda ikkita maraga chiqadi. Ya'ni bitta mavzuda bu ikkinchi maragimiz. Bu ham o'sha gaplashish. Xo'p, bu ham o'sha 2 kishi, 3 kishi va hokazo gaplashishadi. Buni ham tarjima qilasiz, o'qiysiz, tarjima qilasiz. Ancha o'zingizga mustahkam bo'ladi. Xo'p, yana bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan har bitta mavzumizda ikkitadan titkimiz bo'ladi. Titki nima degani? Titki bu eshitish degani. Eshitib belgilash bu narsa bo'ladi. Mana bu titki birinchisi. Pastroqqa tushsak, mana bu yerda titkini ikkinchisi bor. Ikkitadan titki beriladi. Bularni eshitib turib
bajarishimiz, javoblarni topishimiz kerak bo'ladi ekan. Misol uchun mana birinchisi 잘 듣고 연결하세요. Yaxshilab tinglab bog'lang deyapti. Mana bu yerda Eugene, Michael va hokazo bu yerda odamlar kelyapti. Mana endi bular qayerlik? Yaponiyalik bo'lsa Yaponiyaga, Amerikalik bo'lsa Amerikaga, Ilbon, Migo va hokazo bog'lab qo'yamiz. Trekni qayerdan topamiz deydigan bo'lsalaring, Telegram kanalida bor. Telegram kanaliga kirib o'sha Sovulte Hango 1A titki deb qidirsalaring chiqadi. O'sha titkini yuklab olib turib, o'sha fayl ichidan trek 16-trek topsalaring, aynan 61-betdagi titkining o'sha audiosi bo'ladi. O'shani eshitib bajarsalaring bo'ladi. Eslatib o'taman, bu Sovulte Hango 1A kitobi. Hop, pastda ham xuddi shunaqa eshitamiz, mos javoblarni tanlaymiz. Yana bitta narsa, kitobda har bitta mavzuda bitta ilgi bo'ladi. Bu ilgini albatta o'qib tarjima qilib qo'yamiz. Mana bu yerda berilgan. Buni ham o'qib tarjima qilamiz va pastda nimalari, savollari bor. Savollarga javoblar topamiz. Misol uchun 안녕하십니까? 저는 줄리앙입니다. 저는 프랑스 사람입니다. 저는 학생입니다. 만나서 반갑습니다. Shu holatda o'qiymiz va tarjima qilamiz. Salom, men Juliyaman, men fransiyalikman, men o'quvchiman, tanishganimdan xursandman. Shu holatda tarjima qilib, endi pastdan savollarni o'qib javoblarni topamiz. Misol Juliyaning kasbi nima? Mattetda 저는 학생 deb. Endi 3 deb belgilaymiz ekan. Ikkinchisi, mandan go'sal ko'rsayo. To'g'ri variantni toping deyapti. Juliyaning Fransiya saram animnida. Juliyan fransiyalik emas. Juliyaning 학생입니다. Juliyan o'quvchi. Bu yerda fransiyalik degan bir xato. Ikkinchisi bo'lsa Juliyan 학생입니다. Juliyan o'quvchi, bu endi to'g'ri. Va yana eslatib o'taman, o'sha har bitta mavzuda yana bittadan sigi bo'ladi. Sigini albatta yozishimiz kerak bo'ladi. Bu hozirdan yozmasak, o'sha keyingi mavzularga o'tgan sari qiyinlashib boradi. Biroz qiyin bo'lib qolishi mumkin. Sigining mavzusi nima desak, 자기 소개를 쓰세요 deyapti. 자기 소개 degani bu o'zini tanishtirish, ya'ni o'zingizni tanishtirib yozing, biror bir narsa, gap yozing. Shu haqida ketyapti. Misol, 저는 O'zbek saram입니다. Men O'zbekistonlikman. 저는 학생입니다. Men o'quvchiman. 저는 선생님입니다. Men o'qituvchiman. 저는 요리사입니다. Men oshpazman va hokazo. Shu holatda qisqacha qilib dialog yozib qo'ysalaring bo'ldi. Bu 64-bet. Xo'p, 66-betda ko'ramiz arabogi. Har bitta mavzudagi arabogini albatta yodlab qo'yib o'rganishni tavsiya qilib qolaman. Koreyaning madaniyatiga bog'liq bo'lgan muhim mavzular haqida gap ketadi, mavzu ketadi. Buni albatta yodlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun birinchidan 안녕하세요 deyapti. Ya'ni salomlashyapti yosh bola, yosh kattaga. Yelkasini ko'ryapsizlarmi egilishini? Shu holatda egilib salom berish kerak bo'ladi. O'rtoqlar orasida 안녕 deyapti. 안녕 bu o'sha salom degani. O'sha holatda egilish shart emas, shunchaki qo'llarni ko'tarib qo'ysak bo'ldi. Egilsak endi bu yerda biroz bir-biriga tushmaydi. Shuning uchun faqat qo'l ko'tariladi. Ikkinchisida bo'ladigan bo'lsa, 반갑습니다. Yosh katta insonga tanishganimdan xursandman deb turib, ikki qo'llab so'rashimiz kerak bo'ladi. O'rtoqlar orasida bo'lsa, 반가워요 deb turib, shunchaki bitta qo'lda so'rasak bo'ldi. Va uchinchisiga qaraydigan bo'lsak, o'qituvchi, ya'ni Koreyada o'qituvchini chaqiramiz. Chaqirayotgan paytda e'tibor beramiz. Birinchisi familiyasi keladi ekan, Kim. Keyin kasbi keladi ekan, Kim Son-seynim deb chaqirishimiz mumkin bo'ladi ekan. Lekin birinchi kasbi, keyin familiyasini aytsak, bu X xato bo'ladi ekan. Bunday holatda chaqirish mumkin emas ekan. Va bizda mana bunday she qo'shimchalari bor. Bilamiz, she qo'shimchasi bu janob, xonim, bekjon, xon, oy, hokazo shu holatda tarjima qilinadi. Endi qachon qo'llanadi deganda biz bilamiz, faqat ismlarga qo'shiladi. Kim Min-su ismi familiyasi bu, she qo'shilsa to'g'ri ekan. Min-su she, Min-su ismi, she qo'shilsa to'g'ri ekan. Lekin Kim Shi familiyasiga nisbatan she qo'shimchasi hech qachon qo'shilmaydi ekan. Bunga albatta ehtiyot bo'lamiz. Senga nanuga turibdi, bu o'sha fikrlarimizni bo'lishamiz deyapti. Yorobun naraye insa poburo so'ro insahi bo'lsayo. Azizlar, o'zingizni o'sha salomlashish qoidalari asosida o'zaro salomlashib ko'ring deyapti. Endi bizda qanaqa salomlashadi? O'shani ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi ekan. Turli xil davlatlarda salomlashlar bular.
va oxirgisi 68-bet. Buni ham albatta bajarishimiz kerak bo'ladi. Chagi pyonga. Chagi pyonga bu o'zimizni baholash, ya'ni butun bir mavzu bo'yicha nimalarni o'rgandik, qanday o'rgandik. Shu yerda qisqacha test berilgan. Test desak ham bo'ladi. Buni endi bajarib ko'ramiz. Birinchisi anan tanoyi pyoshi hasayo. Biladigan so'zimizga pichga qo'yamiz. Misol bilyapmiz, Chunguk Xitoy bilyapmiz, Yong'uq salam angliyalik bilyapmiz va hokazo. Bilmayapmizmi? Sразу lug'atni ochib turib, nima qilishimiz kerak? Yodlab qo'yishimiz kerak bo'ladi ekan. Ikkinchisiga o'tamiz. Almajin go'sul ko'lla munjang'in vansongasayo. Mosini tanlab turib, gaplarni yakunlab to'ldirib qo'yamiz ekan. N, I, K. Bularni tepada o'tdik. Ushbu grammatikalarni olib turib, mana bu qavs ichiga qaysilari tushadi? Bularni yozib qo'yamiz. Misol uchun birinchisini eslab beraman. Minsu shi bir narsa kija animnida. Nima qo'yamiz endi bu yerga? Nima qo'yamiz? Kija minsu shi'nin nin ketdi. Kija ga animnida. I ka animdan o'tdiga unday emas. Minsu nima? Muxbir emas. Michael Migu saramimnika, ya'ni Michael'in mana ketdi. Amerikalikmi? Anyo. Migu saram. I mana ham ketdi. Animnida. Yo'q. Migu sarami animnida. Amerikalik emas, Yong'uq saramimda. Angliyalik. Shu holatda bajarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar bularni tuzolmayapmizmi, albatta videoni boshidan ko'rib turib, qaytadan o'rganishingizni tavsiya qilib qolaman. Va uchinchisi, Kreml bogo munjang'il vansongasayo. Rasmni ko'rib, gaplarni to'ldirib qo'yamiz ekan. Misol uchun birinchisi, mana bu bola aytayaptiki, "Anyungi kasayo" deyapti, yaxshi boring. Endi qiz nima deyish kerak? Albatta, yaxshi qoling deyish kerak. Buning uchun nima deydi u? Anyungi keseyo. Mana shu holatda yozishimiz kerak bo'ladi. Va ikkinchisi, Nikol Shinin. Janob Nikol xonim kim? O'qituvchi. Gapni yakunlaymiz. Sonsengnim iyeyo. Va uchinchisi, savol beryapti mana bu odam. Chunguk saramimlikka Xitoylikmisiz? Bu qayerlik? Xitoylik emas bu. Aniyo, qayerlik bu? Yaponiyalik. Amerikalik, Chunguk Xitoylik emasman, Yaponiyalikman deyish uchun aniyo yozamiz. Chunguk sarami animnida. Ilbon saramimnida. Holatda gapni yakunlashimiz kerak bo'ladi. Gapim yozishim biroz xunukroq bo'lishi mumkin. Tez yozganim shunaqa bo'lib ketyapti. Buni ma'zur tutasizlar. Mana shu holatda gapimiz yakunlanadi ekan. Shular to'g'ri yozdikmi? Demak, biz butun bir mavzuni to'liq o'zlashtirgan, yaxshi o'zlashtirgan bo'lamiz. Agar qayerdadir qoqildikmi, albatta yuqoriga chiqib, qaytadan takrorlab qo'yishingizni tavsiya qilib qolaman. Takrorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va shu bilan 68-betda Soutu Hango 1A kitobining birinchi mavzusi shu yerda yakunlanadi. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, videoni qaytadan ko'ringlar. Lug'atni albatta yodlanglar, yodlamasalaring biroz qiyin bo'ladi. Ikkinchi mavzumiz bo'lsa Igonin moyeyo. Ya'ni bu narsa nima degan mavzu ekan. Buni qachonki Soutu Hango kitobining, o'sha 1A kitobining ikkinchi mavzusini lug'atlarni yodlasakkina, keyin buni o'tishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun keyingi videoni ko'rishdan oldin albatta ikkinchi mavzuning lug'atni yodlab qo'yishlarini tavsiya qilib qolaman. Xo'p, obuna bo'lish esdan chiqmasin. YouTube platformamizga, Instagram, Telegramga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Xo'p, like bosish esdan chiqmasin. Savollaringiz albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.